Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatli rayondoshlar. Men chaqirar edim, hurmatli rayondoshlar, sizni baribizda vaksinatsiya ishlatib, Alloh taolaning beri jiberilgan sinovlardan, koronavirus degan sinovlardan saqlanib so'rovlarini ko'rurga. Ni uchun deganda kishining eng qadrlisi turmushning eng qadrlisi salomatlik. Salomatlikni saqlav Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning hadislarida da yozilgan. Alloh taala saqlanganni saqlarmın degan. O'zimizdan tura saqlanan so'rovlarni ko'rga ham vaksinatsiyalarni ishlatirga kerak. Biz oilamiz bilan aprel oy oylarida vaksinatsiya ishlatdik. Bik yaxshi kechirdik. Chunki vaksinatsiya ishlatmaysa yaramay, jamoat o'rnlarına chiqarga to'g'ri keladi, kishilar bilan birga to'g'ri keladi, bolalar qayta bolalar yanına barırga to'g'ri keladi. Shuning uchun bu choralardan baribizda chetdashmasa, saqlanuv choralarini ko'rib, baribizda esenlikda, sog'likda, salomatlikda yasharga chaqirar edim, hurmatli rayondoshlar. Va alaykum assalom.